Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'sh bozlari, o'zi qo'sh qarishqalar. Ertalar bugun hafta kuniga shanba 15-noyabr 2025-yil biz Namangan rayon Tepaqo'rg'on qishlog'ida Maslahat ukamizning xonadoniga mini qo'y fermasiga kelganmiz. Maslahat ukamizda 200 bosh sori qo'zi qo'chqorlar bor ekan. Shular qo'ldan kelgancha video syomka qilib beramiz. Videolarimiz yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Birinchi partiya qilinmadi, ajratib saralab ko'rsatgani imkon bo'lmadi, lekin qo'ldan kelgancha 20 dona ajratib qo'ydik. Shularni eng yiriklari, bunaqa yiriklaridan yana Budeti 50 bosh bor. Mana eng yiriklari. Bularga optimiga 5 million 500 ming narx qo'yildi. 2 tish oldi. Qolgani ham 2 tishga yaqin qo'chqorlar. 4,5 million 6,5 milliongacha dona bo'yiga qo'chqorlar bor ekan. Bemalol ekran betlarga aloqachi ko'ryapsizlar. Nari qo'yxonada ham qo'ylar to'la. Endi siz olib berishingiz kerak. Men ishonmayman, metkani qo'yib bo'lmaydi, qo'ysa mana hozir. Kim qiziqsa toza o'ttim joyidan toza hisori qo'ya olaman degan aka-ukalarimizga videoni jo'natib Telegram guruhlariga Qarshi rayonda eshaqlar oltin kunga chegirgan. Qancha savdo olyapti? Uzoq. Bunisi 5 million 800 bo'lyapti. 5 million 900 ming bo'lyapti. Bu 5 million 900. Ikkita olaman. Yana ikkitasi 5,5 mingdan savdo bo'lyapti ekan akalar. Mana shu tashqarida yurganlarda ikkitasi 5,5 mingdan bitta 5 million 900 ga savdo bo'lyapti ekan. Mana. Zotga desangiz, zotga qanaqasi desangiz, hammasidan bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Qonunlarda mashinalarni ham saralanmagan, lekin mana mashinaqalarini 4 million 800 dan berilaveradi. Simjillar 4 million 800 dan beriladi. 4 million 600 ligi bor ekan mana. Xullas kim qiziqsa bemalol aloqa chiqaveradi. 200 bosh. Hozir davomini ham ko'rsataman aka. Video oxirigacha ko'rib, yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishni Baraka bo'lasiz, qog'oni men qog'ini olib mendan kelaman. Videoga olmoqchiman, javob beraman. Xudo savdomini avjida, lekin men o'zim sizlar uchun o'ttim joydan, arzon joydan qo'ldan kelgancha video syomka qilyapman. Bu savdo. Sekreti borda o'shani aytaman. Faqat to'g'ri. Men qo'y boqaman bilaman. Bo'ldimi? Yoz o'shangiz aka. Ber endi. Qaysi? Beralım men. Qo'shmada aytib o'tmayman. Qaysi? Ko'rsatdimmi? Tamam, tanlab olaman. Oltidan yaxshi aka. Yo'q, oldim siz O'tta xayri. Men unaqa Yo'q, 100 ming o'tib beraman. Yo'q, u qancha oladi? Men lozim lazım 100 mingga 200 ming o'tib beraman. 11 million 800 bor. Bo'ldi. Yo'q. O qancha deyapsiz, Hoji aka? Siz qancha deyapsiz? Men hozir 5,5 11. 11,5 11. Yo'q, 11 ham beralım. 11,5 deng mana videoda bersin. Shuncha yerga tashlabchi. Mashina ichidan ikkita olishga 5,5 dan 11 deyapti ekan. Endi ikkita tanlab olishga ekan. 11 ga nima deysizlar? Bersa bo'laveradimi? Kommentariyada o'z fikrlarini qoldiringlarchi. Tanlab oladi. Menimcha bittasiga mana shu qorani olsalar uzun qo'y ekan o'ta. Keyingilarni ko'rsatamiz aka. Ularning to'yxonada ham qo'y to'la. Bemalol aloqa chiqaryapsizlar. Nech pul desangiz, o'sha aytgan narximizda bor. Eng kichkinasi 4 million 200 mingdan
6 milliongacha qo'y bor ekan. Hozir men realni ko'zimdan ko'rib turibman. Mana shunaqasi bitta. Mashina sheriga shekilli, mashina o'zi ekan. 5 million 900 ming savdo qilyapti. Mana ko'rib olman. Mashina sheriga hozir. Sizlarga bo'ldimi baraka? 5 million 900 savdo qilyapti. Bo'ldimi? Ber. Qancha? 11 million 200 deyapti. Bor baraka. Ber. Ber ablaha. Bo'ldi. Bo'ldi, qo'l ochildi tamam. 11,5. Tamam, mana shu bola qo'shildi, erkak mana shu 11,2 o'zingizniki. ga, voy. Ko'ndirgandan keyin siz qo'lni qo'yib yuborganingizdan keyin tamam, men ushlab turdim, qo'yib yubordingiz qo'lni. Qo'yib yuborsa berdi degan. Berdi degan tamam, usha olardingiz. Men bunday usha olaman. Tamam, qo'yib oldim. Ber ey ablaha. Hali gapim 200 ming tevasi, hozir aytaman. Bo'ldimi? Million dollarlik gapingizni aytasiz. Aytaman. Hamma sizga aytaymi, o'zingizga aytaymi? Hammani ichida ayting, obunachilar ham eshitsin. Million dollarlik gapni. Million, men qarab turing. Qo'y boqamizda qo'ydi 3 yeriga kana tushadi. Bilib oling. Lekin siz bilmaysiz uni. Qayga tushishini. Qo'ydi qulog'i ikkita bo'ladi. Bilasiz, ikkita qulog'i o'sha ikkita. Siz qulog'ida kanani tozalab deganingiz bilan kana bo'ladi ichida. Ikkinchi quloqni olsangiz ichida turadi. Bu bir. Ikkinchidan qo'y nima uchun tepinadi? Kanasi bor uchun tepinadi. Qo'ydi oldi qulog'ini, mana shu qo'lim sig'masa meni ayting, Luboy qo'chqardi. Qo'lingiz mana shugacha kirib boradi. Tuyog'ining ichiga. Ashida kana bo'ladi. Ikkinchisi, o'sha kanani olib tashlamaganingizcha qo'y tepinaveradi. Qo'y ozib ketadi, semirmaydi. Endi uchinchisi, qo'yda hamma yo'lni tozalaganingizdan keyin ham qo'yda qo'chqarda yoppa dum bo'ladi. Mana dumg'azani eng oxirida. Oxirini ko'lab bunday ko'tarsangiz, mana bashmaldatli narsa ko'tariladi, bilasizlar. Ashini ichida kana bo'lmasa meni ayting. Telefon qilib aytasiz. Uchinchisi bo'ladi. To'rtinchisi men sizga aytib qo'yay. Har bir qo'yga oltin kugut berish kerak. Qo'y hidlab yeydi. Ha, berish kerak. Nima uchun? Qo'y hidlab yeydi. Hidlab hidini bilib turaveradi. Hidda o'pkaga kasallik tushmaydi. Men kasal qo'ydi olaveraman bu yerda. Hayron qolishadi-da. Jigariga qurt tushmaydi. Jigariga qurt tushmasligining sababi oltin kugut bersangiz, qo'ymay yemni beraman, iloji bo'lsa qopimni nima qo'yib qo'ying. Qo'ylar borib hidlab kelaversin. Qo'y o'rmishini so'maydi. Faqat yemga qo'shib yuborganingizda sariq go'ng chiqadi xolos. Oltin kugut sarig'i go'ngiga urib yuboradi uka. Bildingizmi? Eng asosiy narsalar. Mana shuni bilib oling, esingizda saqlab qoling. Obunachilar eshitdilarmi? Laykni bosib qolsalar bittadan. Men Andijon viloyati Baliqchi tumani Eshaqalobdan keldim. Shu nimani ham aytib qo'yay deb. Ishlaringizga omad, topganingizga barokat. Nimaki niyat qilgan bo'lsangiz, niyatlaringiz vojib bo'lsin. Alloh aytadi. Ana obunachilar Xo'ja akamizdan 4 ta maslahat. 4 ta yaxshi maslahatni oldik, barakani oldik. Endi keyingi qo'ylarni ham ko'rsatib qo'yay sizlarga va'daga muvofiq. Ablahat nomerlarini ekranda qoldiramiz, aloqa ochib ko'rasizlar. Mana akalar 4 million 400 liklari. Yo'q, 4 million 400 ligidan 4 million 200 ligidan mana bular. Mana bular ham 4 million 400 ligidan. Mana ular so'liqlar. Oq bosh so'liqda вообще ag'ida turgan, ko'kda ag'ida turgan oq bosh, sariq baldag'i bor so'liq, voshi dahshat so'liq. Dushi tavsiya qilaman. Haddenni video qilib tashab desalar tashab beradi. Xo'p, nari mono qo'yxonada ham qo'y bor. Uni ham ko'rsataman akalar. Like bosib, obuna qo'yaverasizlar. Mana shunaqa arzon qo'ylar doim ravishda o'pgan joydan chiqadi akalar. 3 ta qo'yxona bor. Uchovi yonma-yon. Bu qo'yxonada ham mana qo'ylar bor. Yotibdi. Mana hammasi bo'lib 200 boshdan oshiqroq qo'chqor bor. Bemalol telefon qilaverasizlar, Ablahat nomerini qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turishingiz chiqmasin.